Assalomu alaykum. Keling aynan bugungi darsimizda ishlamagan kodimizni takomillashtirib chiqaylik. Hop, aynan izlanib mana shu demak kodni topib oldim. Aynan bu yerda demak public static asynchron void start audio streaming. Demak bu yerda demak asinxron, ya'ni hozir asinxron nimaligini tushuntirib beraman. Umumiy olganda metod ochilyapti. Keling aynan mana create an instance of wave in event to capture microphone audio. Ya'ni mikrofon audiosini ushlash uchun demak instance yarat, ya'ni misol yarat deyapti. Hop, aynan mana shu qismni ko'chirib olamiz. Hop, demak aynan mana shu qismga joylashimiz kerak ekan. Demak joylaganimizdan so'ng keyingi qismda nima bor bizda? Demak create an instance of Wasapi loopback capture to capture speaker audio deyapti. Ya'ni gapiradiganni audiosini demak ushlab olish uchun demak Wasapi loopback capture instance, ya'ni misolini yarat deyapti. Bu yerda ham shu kodni demak ko'chirib olib aynan demak bu qismga joylashimiz kerak ekan. Endi mana bu yerda qandaydir xato. Keling shunchaki o'qib chiqamiz. Не содержит определенный wave формат и не удалось найти доступный метод расширения wave формат, принимающий тип wave in event. Hop, bu yerdan misol olishimiz mumkin. Создать deymiz. Demak endi ketish kerak. Da, endi ketdi xatoligimiz. Hop, aynan mana shu qismda nima bo'lyapti? Wave in event, microphone wave in event teng new wave in event. Buni obyektga tenglayapmiz. Mana bu esa bizni o'zgaruvchimiz bo'lyapti va mana bu esa bizda ma'lumot turi hisoblanyapti. Va o'zgaruvchimizni chaqirgan holatda nuqta wave format deyapmiz. Ya'ni ushlab olinadigan ovozning formati hamda teng new wave format. Demak 441.001. Ya'ni bizni ovozimiz ham chastota tarqatadi. Ana o'sha demak chastotani mana shu demak chastota doirasida ushlab olish ekan. Hop, demak keyingi qismda event handler for microphone audio data received deyapti. Ya'ni hodisa, demak event bu hodisa misolida keladi. Demak handler esa ushlab oluvchi misolida keladi. Demak aynan mikrofon audio data received, ya'ni mikrofonni audiosini ushlab olish uchun hodisa yarat deyapti. Mikrofon wave in event demak o'zgaruvchimiz nuqta data available va plus teng sender hamda args degan o'zgaruvchilar yaratilyapti bu yerda. Hop, demak mana shu qismni biz ochib olishimiz kerak ekan. Keling shunchaki mana buni yaratamizda. Ctrl C va aynan mana bu qismga demak joylashimiz kerak ekan. Mana buni nomi arrow function deyiladi. Hop, demak blok ochamiz, nuqta virgul qo'yishimiz kerak. Endi mana bu yerda data available deyapti. Hop, bu yerda ham создать свойства deymiz. Demak xatoligimiz ketdi. Hop, keyingi o'rinda nima ekan bizda? Task.run asinxron deyapti. Kechirasizlar, aynan mana bu yerda asinxron demak yaratilgan bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu yerda private void async degan kalit so'zni kiritishimiz kerak. Demak, private void asinxron degan kalit so'zni kiritamiz. Asinxron kutish degan await degan kalit so'zi bor. Aynan mana bunaqa yoziladi. Await degan kalit so'zi bor. Aynan asinxron kutish. Ya'ni nima? U gapirishini kutishimiz kerak. Qandaydir to'lqin kelishini kutishimiz kerak. Aynan o'sha narsani demak kutish sifatida olamiz. Xo'p, demak task.run asinxron deyapti va demak bu yerda ham mana shu demak functionni, ya'ni mana shu funksiyani ko'chirib olganmiz va aynan mana shu qismga demak joylaykanmizda, demak blok ochaykanmiz. Blokda yana nuqta virgul qo'yish kerak. Nuqta virgulda qandaydir xatolik bor. Ichiga narsa yozsak o'zi ketadi. Yoki mana bu yerda требуется demak nuqta virgul va bunaqa narsa требуется deyapti. Keling masalan ko'rib olamiz, qanaqa narsa требовать qilyapti bu bizdan. Hech narsa требовать qilmayapti. Ichiga datalarni yozsak agar, demak ketish kerak xatolik. Hop, aynan bu yerda task.run, ya'ni task aynan vazifa misolida, run esa ishga tushur. Asinxron va ichiga biz qandaydir ma'lumotlarni berishimiz kerak. Aynan o'sha ma'lumotlarni keyingi darsimizdan kiritib boshlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.